Leksiyemizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislağ 2021 yıl 9. ayının 30. günü. Yukarı leksiyanın devamı. İşte bunun keyni de. Bunun keyni de yakında. Cungo'da 20 neçe ülkede tok ticap kılındı. Zhejiang, Jiangsu, Guangdong qatarlıq tərəqqi qılğan өлkələmi bunun içində. Bu qatım tok işletişli çəkləş avval qıtımqı çəkləşlərdən teximi qatlıq oldu. Bəzi rayonlarda video çatılını 3 qıtım içib, yəni video çatılını 4 qıtım taqab qoydu. Yoki 4 qıtım içib, yəni 3 qıtım taqab qoydu. Enerjiya sərfiyatını yuqori bo'ladigan shirkatlar ishlab chiqarishni bevosita to'xtatish tahdidiga duch kelib, nurg'unlagan zavodlar taqaldi. Nurg'un kishilar bu muhit asrashda ikkini tizginlash ehtiyojidan bo'lgan ishlar deyishdi. Mening qarashimcha notayin. Ötken 6-7 yıl içinde ölçemlik kömürün bahası en yukarı bolganda bir tonna taş kömür 700 yuan oldu. Ötken yıldan başlap bu baha örlep bir tonna taş kömürün bahası 1600 yuanga götürüldü. Belki bugünkü baha seviyesiga yetip geldi. Ot elektrik stansiyalarida kömür zapsa az yeyishga başladı. Bu narsa shuni tushuntirib berdiki, o'tgan yildan boshlab tosh kömür bilan tok bozorida kamchilik voqealari ko'rildi. Shunglashqa ikkini tizginlash, tokni cheklash hodisasining o'ziksiz tashkillatayotganligining bir sababidir. Tokni cheklash hodisasini o'ziksiz keskinlashtirayotganlikning bir sababidir yuqorqilab. Balki eng muhimi tosh ko'mirning kamchilligi, balki mundaq tushunishga bo'ladi. Tosh ko'mirning kamchilligini mundaq tushunishga bo'ladi. Tokni cheklash tadbirlari kun sayin kontrollikni yo'qotib qo'ygan tosh ko'mir bahosiga zarba berishga foydali. Demak, ko'mirning bahosi tavrni hozir kontrollikdan chiqib ketdi deydi. Demak, ala satag'i tushdi degan gap hozir kontrollikdan chiqib ketdi deydi. Shuni tokni tejashning maqsadi bahoni kontrol qilishga berib ketiladi deyapti. Balki energiya besimning bahosini tashqari dunyoga borib o'tishga bo'ladi. Masalan, Jungoda energiyadan kelayotgan besimni mush yo'l orqali tashqari dunyoga, Jungodan boshqa davlatlarga borib o'tishga bo'ladi deydi. Mening qarang vatandosh. Men boshlaydim-ku murakkablikni deb. Yevropa, Amerikadagi pul pahalligining, ya'ni Yevropa, Amerikadagi mahsulotlarning mazg'ab bahosini bosib o'tishni ilgari surgili bo'ladi. Jungoda tokni to'xtatish, tejab ishlatish mana mushu darajada chet eldimi kengaydi elib berilgandek bo'ladi deydi. Shundaqla o'zini yuqori ko'tarib, xalqaro ta'minlash halqasidagi foyda makoniga erishtiradi. Demak, Jungo bu orqali o'zini yuqori ko'tarib, xalqaro ta'minlash halqasidagi foyda elish makoniga erishtiradi. Undaqda belki bizden dostlarımız mundaq sualını o'ttirib qo'ya oladi. Jungo yer shari bo'yicha eng ko'p ko'mir ishlab chiqaradigan davlat. Nemishqa tosh ko'mir mukammal bo'lmaydi? Nima kechirala? Nemishqa tosh ko'mir bundaq kamchil bo'ladi? Yani Jungo tosh ko'mir ishlab chiqarishda dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan davlat. Nemishqa Jungoda tosh ko'mir bundaq kamchil bo'ladi? Birinchi aydan 8. aygacha Jungoda butun jamiyat
5 milyon 470 min 400 kilowatt tok işletdi. Oxşaş mezgilge seliştirganda 13,8% eşip ketdi. Lekin hazır organlar oturğu çıkargan sallık malumattan qaraganda 1-3 fəsildə Cüngo iqtisadının eşiş sürəti 11%'in eşip ketelmedi. Cüngo iqtisadi 11% eşip ketelmedi. Ama tok işletiş miqdarının eşip berişi iqtisadının teraqqiyat sürətidən eşip ketdi. İqtisadının teraqqiyat sürətidən eşip ketdi. Bu hadisə növbətdə Cüngo iqtisadının buruluş dərəcəsinin qiyinlığını görüstüb berdi. Demek burunqidakla yuqori energiya sərfiyatı arqılıq iqtisadını tərəqqi qıldırıb geldi. Bunun nemini misalga alsak bula vatandaşım? Demek burunqidakla yuqori energiya sərfiyatı arqılıq iqtisadını tərəqqi qıldırıb geldi. Mesela kazanı kaynatman desem 100 gradus kaynıqadak otanını kömürünü selebetsen mi? Ula köyüp tügüdeki kazan kaynımı degendek bir gep bulamdı nime vatandaş. Energiya köyüp otudu, işiltili otudu. İqtisadının derecesi terakkiyatı örülmeyi otudu. Mesela kömür, yağaç, otun serpiyat kılıp ocakka kalını otudu. Sonun kaynışı 100 gradus yetmediği degendek bir gep okşaydı vatandaş. Bu eğer gap. Energiyanı sərf qilib iqtisadni tərəqqi qıldırmaqçı boluduyu. Energiya sərf boluduyu, lekin iqtisadның taraqqiyatı bilan energiyanı sərf qilish o'ttirisida barobarlik belgisi yo'qdir. Demak, burunqidakla yuqori energiya sərfiyatı orqali iqtisadni taraqqi qildirib keldi. Bunda hodisani hosil qilgan yadroliq masala shu yerdagi tokning bahası başqurğuchilar tarafidan ma'muriy vositalar orqali tizginlangandan keyin tok ishlab chiqarishning sarfiyotini to'liq aks ettirib belgilab bo'lmaydi. Buning ichida muhitni dasmisalash mana eg'ir masala bu yerda ekan. Diqqat vatandoshim. Qarab beqinglar. Kömür ishlab chiqarish rayoni Shanxi o'lkasi Shanxi qatorliq o'lkalarda to'g'ridan to'g'ri chekinishning darajasiga qarab baqaylik. Ya'ni muhit qo'ygan talabingiz shu doirada emas. Hozir muhit bulg'unish sizning kutgan umidingizdan eshib ketdi. Shuni chekinish darajasi to'g'ridan to'g'ri bir darajaga qarab mang deydi. Masalan, Shanxi o'lkasida nayt keng ko'lamlik zo'r bir doirada yer o'ltirishib ketdi. Demak, bir tuzlanlik yoki bir edir ko'mirni qo'lab edingiz, bu yer o'ltirishib ketdi. Ya'ni cho'kib ketdi demakchi bo'ldi. Mana muhitning to'lagan badali juma. Ko'mir elish uchun muhitning to'lagan badali. Ya doirada yer o'ltirishib ketdi. Şimal rayonlardaki tumalliq kullarga qarang. Müşahede to'xtadik, davomini anlaysiz. Şimal rayonidagi tumalliq kullarga qarang. Hozir men bundaq bir misolni qo'shib o'tayim o'shaga. Ko'mir, temir, tabiiy gaz, hammasi tabiatdagi hodisalar. Lekin bu yerda ko'mir bo'lmasa o't elektr stansiyasi yo'q. O't elektr stansiyasi tok yetarlik bo'lmasa ishlab chiqarish yo'q. Stanok aylanmaydi. Stanok ishlab chiqarish yo'q, stanok aylanmaydi, iqtisodning taraqqiyoti yo'q. Iqtisodning taraqqiyoti yo'q, siyosat bashilishida, diktatorlashida yakib gumron bo'ladi. Men bu shunda sanasam, siz o'zingiz sanab beqing vatandosh, halqi. Turmushdagi, moddiy dunyodagi, tabiatdagi barliq modda, ya hatto ma'naviy hadislarning hammasi bir-biriga halqiliq bog'lanib ketgan, halqi bo'lib bog'lanib ketgan. Mana bu jamiyat, mana bu iqtisodiy faoliyat harakati. Mana buni umumlashtirib bir davlatning jamiyat holati deysiz vatandosh.
Şuna bunun hemmesi her vakti siz için yeterlik olamdı. Mana yukarıda görüyorsunuz. Kömür desiniz yeterlik olamdı. Hamnipet desiniz yeterlik olamdı. Tabii gaz desiniz yeterlik olamdı. Tuşuş, işlep çıkarış, yötkeş degендek alametlerini koşan. En ahırda bir sualını koyayım vatandaşım. Biz bu sahanın adımı emas, lekin men Ürümçide vatandik çeğimde anlagandı şundak bir haberini anlagan edim. 1 tonna hamnipetni yerning astidan elip chiqish uchun qanchalik suvni shu nipet elip chiqadigan quduqning ichiga to'kish kerak. 1 tonna hamnipet yer ustiga chiqdi. Taxminan deyli 1 tonna suv yer ostiga tushdi deyli. Bu suv qana? Nereden keladi bu suv? Tarımning quruqchilik ekologiyasi. Tarımning daryosi faqat bir daryo. Tarım oymonligida echilayotgan nefet, ham nefet qizilayotgan tabiiy gaz. Ashundaq 1 tonna nefetga, ham nefetga 1 tonna suv kerak bo'lsa, qani bu suv? Undaq savol qo'ying, qani bu dehqonchilik? Qani bu turmush? Qani bu ishlab chiqarish? Qani bu hayot? Demek hayat bu davamlı şuvatıdı. İş moşu derecede başta aytqandek muhit amili. Moşu işlep çıkarışqız desmi qilib selinadigan muhit amili nima debdi? Aptor. Bunun cevabını kiler qatam anglaysiz hörmetli vatandaş.